yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Buloqboshi tumanida axborot kutubxona markazi borligidan xabaringiz bormi? Ha, bor. Xabarimiz bor. Juda ham yaxshi. Siz qanaqa kitobdan olib foydalanasiz? O'tkir Hoshimov ikki eshik orasida G'afur G'ulomov Shumbola asari, Said Ahmadning Ufq asari. Juda ham yaxshi. Bu o'zingizning hayotingizda foydasi bo'lyaptimi? Ha, bo'lyapti. Juda ham yaxshi. Biz sizlarni kutubxonada kutib qolamiz. Sog' bo'linglar, o'qishinglarga omad. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz ko'proq jahon adabiyotiga qiziqasizmi yoki o'zbek adabiyotiga qiziqasizmi? Jahon adabiyotiga qiziqaman va hozirgi kunda ularning kitoblaridan sevib mutolaa qilmoqdaman. Ulardan biri Jon Rowlingning Garri Potter asari hamda James Clearning Atom odatlari asarlari. Bularni haqiqiy durdona asar deyishimiz mumkin va dunyo bo'ylab juda ham ko'plab kitobxonlar tomonidan iliq kutib olingan. Juda ham yaxshi. Siz nima deb o'ylaysiz? O'zbek romanchiligi asoschisi kim? Albatta Abdulla Qodiriy va O'zbekistonda juda ham ko'plab kitobxonlarni sevimli yozuvchilardan bo'lib yurgan. Juda ham yaxshi. Rahmat kattakon. Sizni kitob hayotingizda qanaqa o'rin egallaydi? Hayotimda meni kitobga o'rni juda katta va kitob o'qishim hozirgi kundan o'z samarasini berib kelmoqda. Masalan, bugun misol qilib aytadigan bo'lsam, yaqinda maktabimizda kitobxonlik tanlovi bo'lib o'tdi va bu tanlovda men birinchi o'rinni egalladim. Maktabimiz ma'muriyati tarafidan pul mukofoti va faxriyat bilan taqdirlandi. Juda ham yaxshi. Biz sizlarni Buloqboshi tuman axborot kutubxonasida kutib qolamiz. U yerga borib kitoblardan o'qib foydalanishingiz mumkin. Rahmat. Rahmat. Qizlar, yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Ha, yaxshimiz. Kitob o'qishga qiziqasizlarmi? Ha, juda ham qiziqamiz. Qanaqa kitoblar o'qigansiz? G'afur G'ulomning Shumbola asarini o'qiganman. O'tkir Hoshimovning Urushning so'nggi qurbon asarini o'qiganman. Juda ham yaxshi. O'zbek adabiyotida siz nima deb o'ylaysiz? Eng zo'r hikoya yozgan qaysi adib? Abdulla Qahhor. Juda ham yaxshi. Vatan kuychisi kim? Muhammad Yusuf. Ijodidan namunalar aytib bera olasizmi? Kimlar uchun biz edik bir va'da biylar. O'zbekni qon qaqshatganni o'zbek siylar. Qonimizni qon tuzatdi yassaviylar. Topganimiz handalakday tilim, ona tilim. Kechir meni ona tilim. Juda ham yaxshi, rahmat. Siz G'afur G'ulomning Shumbola asarida bosh qahramonning ismini bilasizmi? Ha, bilaman. U asarda bosh qahramon Qorovul. Juda ham yaxshi. Xudoyberdi To'xtaboyevning Sag'ir dilni minib asarida Hoshimjonda hayoti nima o'zgarib boradi? Hoshimjonning hayotini qalpoq o'zgartirdi. Juda ham yaxshi qizlar, o'qishinglarga omad va zafarlar tilab qolaman. Sog' bo'linglar. Rahmat. Kechirasiz. Qanaqa badiiy kitoblar o'qigansiz? Vatan kunlari kitobini o'qiganman. Sizni shu asar ta'sirlantirganmi? Ha, bu yerda o'zimiz tilimiz va o'zbek tilimizda juda chiroyli tasvirlanganligi uchun o'sha yerda juda yoqadi. Rahmat katta, o'qishlar ishlariga omad.